Do'stlar, va bugun biz boshladik. Stavka bu yaxshi narsa emas, lekin biz pulni ko'paytirmoqchimiz. Demak, boshladik. 100 rubldan 1 million rublga ko'paytirmoqchimiz. Ana boshladik. Bugun 100 rubl tashladik va biz buni 1 million qilamiz. Necha kundaligini bilmadim, lekin 100 million qilamiz. 100 rubl. Ko'pchilik o'ylashi mumkin bu jinnilik. Buni ko'paytirib bo'lmaydi deb, lekin sizlar bilan birga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, Real Madrid bugun 1-1 o'ynash kerak. Bunga qo'yamiz va PSG общий o'yinda 3 ta golga qo'yamiz. Xo'p, Herakles Utrecht. Oxirgi o'yinda g'alaba. Bular necha o'ynamasligiga qo'yamiz. Qani nima bo'ladi? Amerikan o'tgan o'yinda 1-0 ga o'ynashgan. 1-1 bo'lgan ekan. Bu safar necha bo'lmaydi deb qo'yamiz. To'g'ri, bu taxmin. Taxminlar ko'pincha o'zini oqlamaydi, lekin bu o'yinda 5 ta. Tomosha qilasizlar birga. Biz yana kim bor? Kubok Angliya, Liverpool yutishamiz. Shunchaki yutishamiz. Zamalek kuchli komanda. Zamalekning pobedasiga. Armeniya Shalke komandasi kuchli, 2 ta golga. Va bo'ldi. Qolgan komandalar qoldi. Biz 10 ta stavka qildik. 10 rubldan. Yutug'imiz qancha bo'ladi bilmayman. Va biz bilan qoling jonimizda. Hademay qancha yutishimizni ko'rasiz. Biz bilan birga stavka qiling va hademay 1 million yutishimizni tomosha qilasiz. 100 rubldan 1 millionga olib chiqish.